Vipro Hair nega aynan bu brendni o'zimni showroom do'konimga qo'ydim? Sababi texnolog barchasini ayollar va erkaklar uchun juda ham %100 effekt oladigan qilib tayyorlab berganlar. 1 litrli shampuni toza mumiyodan o'zlari tayyorlaganlar soch to'kilishi, ildiz shamollashlarini barchasini davolaydi va ildizni mustahkamlaydi. Mumiyo orqali tayyorlangan sochga sprey sochni yaltiratadi, ildizlarni mustahkamlaydi va yangi soch to'qimalarini o'sib chiqishiga yordam beradi. Mumiyoli yuz uchun krem uglidan qolgan dog'lar, yuzdagi ajinlar, hattoki yuzni terisi ham shamollashi mumkin. Aynan mana shu Vipro Hair kosmetikasi yuzdagi muammolarni davolaydi. Hidini zo'rligini, kofe o'zi juda ham qimmat, bilasizlar. Shu toza kofedan Vipro Hair soch uchun balzam ham yaratgan. Sochni shunaqa yaltiratadi, o'stiradi, ildizlarini davolaydi. Ishoninglar, effekti 100%. Vipro Hair'ning detoksli shampuniga nima deysizlar? Kofe bilan bodom qo'shilgan, ya'ni sochdagi qazoqlar va zamburug'larning barchasini teg-tugi bilan yo'q qiladi. Aytgancha, Vipro Hair'ning mumiyoli shampuni bor, o'shani 500 mg degan bor, o'zingizga qulay narxlarda xarid qilaverasizlar.